Video davomida sizlarga tremor haqida va essensial va nevrotik tremorning farqlari haqida tushuntirib o'taman. Essensial va nevrotik tremorni farqlashdan oldin ularning ta'rifi haqida aytib o'tmoqchiman. Essensial tremor bu demak bosh miyani harakat markazlarining buzilishi bilan kechuvchi mushaklarning ritmik titrashi bilan kechadigan nevrologik kasalliklarga essensial tremor deyiladi. Nevrotik tremorga misol uchun ruhiy zo'riqish, psixologik o'zgarishlar natijasida paydo bo'ladigan o'sha mushaklarning ritmik titrashi bilan paydo bo'ladi. Buni nevrotik tremor deymiz. Essensial tremor bilan nevrotik tremorlarni ko'pincha tezda farqlash yo'llari bor. Uning uchun qisqa sxematik shaklda keltirib yozib chiqdik. Ya'ni bu yerda xususiyatlari yozilgan. Bu yerga essensial va nevrotik tremorlarni farqlash uchun jadval keltirilgan. Ya'ni bunda birinchi essensial tremor qanaqa boshlanadi? Nevrotik tremorda qanaqa boshlanadi? Boshlanishi essensial tremorda sekin yillar davomida boshlanib keladi. U degani shu 6 yoshdan 40 yoshlar orasida ko'pincha essensial tremor paydo bo'ladi. Bunda sekin degani titroq juda ham sekin, ba'zan bilinmaydi, atrofdagilarga ba'zan seziladi, ba'zan o'sha bemorning o'zi sezmaydi. Shuning uchun sekin-sekin paydo bo'lib, keyin kuchayib ketadi. Ya'ni unda retsidiv, ya'ni orqa qaytalanish jarayoni kuzatilmaydi essensial tremorda. Nevrotik tremorda tez boshlanadi, tez tugashi ham mumkin. Mana shunaqa. Tez boshlanib, sekin kamayib, yo'qolishi ham mumkin. Bu aynan farqlashning birinchi yo'llaridan biri. Keyin titrash paydo bo'lishi ko'pincha essensial tremorda titroq paydo bo'lishi qo'limizda oldinga yozganimizda titroq paydo bo'ladi yoki harakatimizni ma'lum bir maqsadga degani, ya'ni kalitni olib eshikka agar ochmoqchi bo'lsak, o'sha payt titroq kuchayib ketadi yoki o'sha choynak, piyola nimanidir ushlamoqchi bo'lsak, titroq kuchayadi. Bu essensial tremorda bo'ladi. Nevrotik tremorda endi holatga qarab qanaqa bo'ladi? Shu asabiylashgan, zo'riqqan paytida paydo bo'lib qoladi. Agar tinch holatda bo'lsa, u nevrotik tremor yo'q degan. Xo'p, genetik moyillik. Essensial tremorda asosan genetik moyillik qanaqa? Oila a'zolarida bo'lib keladi, keyin u degani avloddan avlodga o'tadi. Endi hammada ham paydo bo'ladi deb bo'lmaydi. Ba'zilarda paydo bo'ladi bu essensial tremor, ba'zilarda yo'q. Shuning uchun biz essensial tremorga diagnoz qo'yishdan avval biz ulardan oilasi haqida so'raymiz. Ota-onangizda, aka-ukangizda kimdadir shu tremor bormi yo'qmi deb so'raymiz. Nevrotik tremorga u oila a'zo genetik moyillik ular hisobga olinmaydi, chunki ular ruhiy omillar, ruhiy stresslar natijasida paydo bo'ladi. Xo'p, stress ta'siri essensial tremorga va nevrotik tremorga stressiy ta'sir berib ko'rganda essensial tremorda ham paydo bo'ladi. Shu stressda, charchoqda, ayniqsa kofein va alkogol mahsulotlar ichganda essensial tremor kuchayadi. Nevrotik tremorda ham xuddi shunaqa, bunda ham stress ta'sirida kuchayadi, faqat to'lqinsimon insonni qabul qilishi bilan bog'liq, bir kuchayishi, bir susayishi mumkin. Psixologik buzilishiga qarab, ko'proq psixologik stress bo'lsa, kuchayib ketib qoladi. Xo'p, nevrologik o'zgarishlar deganda bu nimani tushunamiz? Essensial tremorda o'sha degenerativ o'zgarishlar, boshida aytib o'tdik. Bosh miyada shu harakat markazimizni ta'minlaydigan o'sha markazlarda buzilish bo'lsa, buni degenerativ kasallik deymiz. O'sha natijasida essensial tremor yuzaga keladi. Bu nevrotik tremorda esa funksional buzilishlarda, u ham o'sha zo'riqishda, asabiylashganda, har xil qo'rquv, xavotir, vahimalar bo'lganda ba'zan nevrotik tremor qo'zg'alib qoladi yoki bu aytgan situatsion nevroz holatlarida ayniqsa. Davolash qanaqa tartibda olib boriladi? Davolashda essensial tremorda asosan beta blokatorlar, ya'ni umumiy dorining sostavini gapirib ketyapman. Beta blokatorlar va antiepileptik dorilar berib kamaytirishga harakat qilamiz. Kamaytirishga, to'xtatishga emas, kamaytirishga. Ba'zan to'xtaydi. Endi dorilarga ta'sir qilishiga u insonni o'zining individual xususiyatiga qarab. Nevrotik tremorda asosan shu ruhiy muolajalar olib boriladi, fizioterapiyalar, ruhiy psixologik suhbatlar maxsus o'sha antidepressantlar, trankvilizatorlar, neyroleptiklar berilib, nevrotik tremorni kamaytirishga harakat qilishimiz mumkin yoki to'xtatishga. Xo'p, essensial tremor bu harakatimizni boshqaruvchi markazlarning zararlanishi bilan kechadi. Bunda mushaklarning titrashi bilan tashqariga ko'rsatiladi. Qaltiroq qachon paydo bo'lishini, qachon to'xtashini bilib bo'lmaydi.
bu sekin paydo bo'ladi. Asosan shu 16 yosh, 20 yoshda kuchayib bir xil 30-40 yoshda sezib qoladi. Shu orasida ko'proq uchraydi. Chunki bu nasliyatsion deydi-ku, ba'zan ota-onasida uchraydigan ba'zi bir tremorlar farzandlarida endi hammasi ham uchraydi deyishimiz noto'g'ri. Qaysidir birida paydo bo'lib qolib kuchayib ketishi mumkin. Kuchayishi endi holatga kelib chiqib, qanaqa sekin boshlanib borgan sari kuchayib boraveradi essensial tremorlar. Nevrotik tremor bunda asosan psixologik zo'riqishlar, psixologik o'zgarishlar, asabiylik, injiqlik paytida paydo bo'ladigan titrash bu nevrotik tremorga kiradi. Nevrotik tremorda agar biz uni chalg'ituvchi usul bersak, ya'ni qanaqa biz uni chalg'itib boshqa bir narsa bilan suhbatga tortib tursak, titroq to'xtaydi, chalg'iydi. Unda miya ham faoliyatini o'zgartirib, suhbatga e'tibor qaratadigan payti titroq to'xtaydi. Essensial tremorda chalg'itsak ham qo'l misol uchun titrab turishi mumkin. Bu oson farqlash yo'llaridan biri. Yoki umuman titroq bor yoki yo'qligini misol uchun ularga shu halqa chizish talab qilinadi. Halqada qanaqa bo'ladi? Halqa deganda misol uchun sog'lom odamda halqani to'liq chizib bera oladi. Mana bu ko'rinishda. Tremori bor insonlarda bular titroq shaklda va chiza olmaydi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunda titroqni haqiqatan ham bor ekanligini ajratib olishga yo'llar. Videoda aytib o'tilayotgan belgilar kimda kuzatilayotgan bo'lsa, ushbu raqamlarga murojaat qiling va qabulimizga yoziling.